Bugun men siz bilan avgust oyida pensiyalar atrofida paydo bo'lgan eng muhim savol haqida gaplashaman. Bu masala faqat hozir pensiya olayotganlarga emas, yaqin yillarda pensiyaga chiqadiganlarga. Ota-onasi yoki buvisi, bobosi pensiya oladigan oilalarga ham bevosita tegishli. Chunki pensiya bo'yicha bitta kichik o'zgarish ham oilaviy byudjetga, dori-darmon xarajatiga, kommunal to'lovlarga va kundalik xaridlarga ta'sir qiladi. Shuning uchun iltimos, videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun kimlar xotirjam bo'lishi mumkin, kimlar hujjatlarni tekshirtirishi kerak, kimlar esa avgust oyida albatta pensiya jamg'armasi yoki tegishli idoraga murojaat qilishi lozimligini sodda qilib tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bunday mavzularda kech qolgan odam ko'pincha o'z pulini vaqtida ololmay qoladi. Avvalo, muammoning o'zi nimada? Har yili pensiya tizimida odamlar kutadigan 3 ta asosiy narsa bo'ladi. Pensiya miqdori oshadimi? Qayta hisob-kitob bo'ladimi? Kimlarning ish staji yoki daromadi qayta ko'rib chiqiladi? Avgust oyining asosiy pensiya intrigasi ham aynan shu. Odamlar qo'liga tushadigan real pul o'zgaradimi yoki yo'qmi? Agar o'zgarsa, hamma uchun bir xilmi yoki faqat ayrim toifalar uchunmi? Men ko'p murojaatlarda bitta narsani ko'raman. Odamlar pensiya oshadigan gapni eshitish bilan hamma bir xil miqdorda ko'proq pul oladi deb o'ylaydi. Aslida esa pensiya tizimida har doim tafsilot muhim. Kimning staji to'liq, kimning ish haqi arxivida bor, kimning hujjatida xato bor, kim halim ishlayapti, kim nogironlik pensiyasi oladi, kim o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Hammasida natija boshqacha bo'lishi mumkin. Oldin qanday edi? Ko'p yillar davomida pensiya masalasida odamlar asosan qog'oz hujjatlarga tayanib kelgan. Mehnat daftarchasi, ish joyidan ma'lumotnoma, arxivdan olingan ish haqi haqidagi spravka, pasport, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, bularning barchasi pensiya tayinlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan. Agar odam 1980 yillarda yoki 1990 yillarda ishlagan bo'lsa, uning ish haqi haqidagi ma'lumotni topish ba'zan juda qiyin. Korxona tugatilgan, arxiv boshqa joyga ko'chgan, ish beruvchi hujjatlarni to'liq topshirmagan. Familiya yozilishida bitta harf farqi ketgan. Shunday holatlar pensiya miqdoriga real ta'sir qiladi. Hozir nima o'zgardi? Bugun tizim ko'proq elektron ma'lumotlarga o'tmoqda. Ya'ni davlat idoralari bir-biri bilan ma'lumot almashadi. Ish staji, ijtimoiy soliq to'lovlari, ish haqi, fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlari bazalar orqali tekshiriladi. Bu yaxshi tomoni bilan qulay. Odam har bir ma'lumotnoma uchun o'ylab yugurmasligi mumkin, lekin xavfli tomoni ham bor. Agar elektron bazada ma'lumot noto'g'ri bo'lsa yoki umuman ko'rinmasa, tizim sizning haqiqiy stajingizni tan olmasligi mumkin. Men shuning uchun aytaman. Bugun pensiya masalasida eng katta intriga faqat oshadimi, oshmaydimi degan savol emas, balki sizning ma'lumotlaringiz tizimda to'g'ri turibdimi degan savoldir. Keling, asosiy masalani oddiy tilda ochib beraman. Pensiya miqdori bir nechta omilga bog'liq. Ish staji, rasmiy ish haqi, to'langan badallar yoki soliqlar, pensiya turi, shuningdek amaldagi qonunchilikdagi minimal va bazaviy ko'rsatkichlar. Masalan, ikki odam bir xil yoshda pensiyaga chiqishi mumkin, lekin biri 35 yil rasmiy ishlagan, ikkinchisi 10 yil rasmiy ishlagan. Ularning pensiyasi bir xil bo'lmaydi. Yana bir misol, ikki ayolning staji 30 yildan bo'lishi mumkin. Lekin birining ish haqi doim rasmiy yuqori ko'rsatilgan, ikkinchisiga esa yillar davomida konvertda pul berilgan. Pensiya hisoblanganda konvertdagi pul hisobga olinmaydi. Shu sababli odam hayotida ko'p ishlagan bo'lsa ham, agar rasmiy hujjatlari daromad past ko'ringan bo'lsa, pensiya ham kutilganidan past chiqadi. Endi kimlar ayniqsa xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda yaqin 6 oy yoki 2 yil ichida pensiyaga chiqadiganlar. Agar sizning yoshingiz yaqinlashgan bo'lsa, kutib o'tirmang. Hujjatlarni oldindan tekshirtiring. Nega? Chunki stajni tasdiqlash arxividan ma'lumot olish, eski ish joylari bo'yicha izlanish olib borish vaqt oladi. Bir kishi menga shunday vaziyat bilan murojaat qilgan. U 25 yil ishlaganman deb o'ylagan, lekin pensiya hisobida faqat 19 yil ko'ringan. Sababi 1998 yillardagi ish joyi arxivga topshirilmagan. Mehnat daftarchasidagi muhr esa aniq o'qilmagan. Odam men ishlaganman-ku deydi, lekin tizim hujjatsiz buni avtomatik tan olmaydi. Natijada pensiya kamroq hisoblanadi. Agar u buni pensiyaga chiqishdan 1 yil oldin tekshirtirganda, arxivga so'rov berib, guvohlik yoki qo'shimcha tasdiqlar topib, vaziyatni ancha yaxshilashi mumkin edi. Ikkinchi toifa hali ishlayotgan pensionerlar.
ko'pchilik so'raydi. Men pensiyadaman, lekin ishlayapman. Avgustda mening pensiyam qayta hisoblanadimi? Bu yerda ehtiyot bo'lish kerak. Qayta hisoblash qoidalari har doim aniq shartlarga bog'liq bo'ladi. Agar ishlayotgan pensiyon uchun qo'shimcha staj yoki to'lovlar hisobga olinadigan tartib bo'lsa, u avtomatik yoki ariza asosida amalga oshirilishi mumkin. Lekin hamma holatda ham men ishladim, demak ertaga pensiyam oshadi degani emas. Muhimi, sizning ish beruvchingiz sizni rasmiy ro'yxatdan o'tkazganmi? Siz uchun tegishli to'lovlar amalga oshirilganmi? Ish haqi bazada aks etganmi? Masalan, pensioner akamiz 2 yil qorovul bo'lib ishlagan, lekin shartnoma tuzilmagan. Pul naqd berilgan, u 2 yil ishladim deydi. Ammo pensiya qayta hisobida bu 2 yil ko'rmasligi mumkin. Boshqa bir opa esa maktabda rasmiy yarim stavkada ishlagan, ijtimoiy to'lovlar yuritilgan. Shuning uchun uning ma'lumotlari tizimda ko'rinadi va qayta hisob imkoniyati paydo bo'ladi. Uchinchi toifa hujjatlarda ism, familiya, tug'ilgan sana yoki mehnat daftarchasi bo'yicha tafovut bo'lganlar. Bu juda ko'p uchraydi. Pasportda Gulnora deb yozilgan, eski mehnat daftarchasida Gulnara deb ketgan yoki nikohdan keyin familiya o'zgargan, lekin eski ish joyidagi ma'lumotnomada qizlik familiyasi turibdi. Yana bir holat. Tug'ilgan asosan bir hujjatda 12 avgust, boshqasida 20 avgust bo'lib qolgan. Siz uchun bu oddiy texnik xato bo'lishi mumkin, lekin pensiya hisobida bu jiddiy to'siq. Chunki idora hujjatdagi shaxs aynan siz ekaningizga ishonch hosil qilishi kerak. Shuning uchun bunday odamlar avgust oyini kutib o'tirmasdan oldindan hujjatlarni bir xil holatga keltirish kerak. 4-toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nogironlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda ham nozik jihatlar bor. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida oila tarkibi, farzandning o'qishi, yosh chegaralari, nogironlik holati, qaramog'ida bo'lganlik faktlari muhim. Masalan, bola 28 yoshga to'lgandan keyin o'qishni kunduzgi bo'limda davom ettirsa, ayrim holatlarda pensiya olish huquqi davom etishi mumkin. Lekin o'qish joyidan ma'lumot o'z vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtab qolishi ehtimoli bor. Nogironlik pensiyasida esa tibbiy mehnat ekspertiza hujjatlari, guruh muddati, qayta ko'rikdan o'tish sanasi muhim. Agar guruh muddati tugagan bo'lsa va odam qayta ko'rikka kechiksa, pensiya to'lovida uzilish paydo bo'lishi mumkin. Endi kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz muntazam tushib turgan bo'lsa, hujjatlaringizda muammo bo'lmasa, siz ishlamayotgan bo'lsangiz, pensiya turi o'zgarmagan bo'lsa va hech qanday qo'shimcha huquq paydo bo'lmagan bo'lsa, ko'p hollarda maxsus yugurish shart emas. Lekin men baribir yiliga kamida bir marta pensiya bo'yicha ma'lumotlarni tekshirishni maslahat beraman. Chunki ba'zan odam o'ziga tegishli qo'shimcha imtiyoz yoki ustamani bilmaydi. Masalan, ayrim toifalarda ish sharoiti faxriy maqom. Nogironlik qaramog'ida bo'lgan shaxslar yoki boshqa ijtimoiy holatlar pensiyaga ta'sir qilishi mumkin. Buni bilmagan odam yillar davomida kamroq pul olib yurishi mumkin. Keling, real hayotga yaqin misollar bilan ko'rib chiqamiz. Birinchi misol. Aziza opa 8 yoshga yaqinlashmoqda. U 20 yil tikuvchilik fabrikasida ishlagan, keyin 10 yil bozorda savdo qilgan. Fabrikadagi yillar mehnat daftarchasida bor, lekin bozordagi faoliyati rasmiylashtirilmagan. Aziza opa o'zini 30 yil mehnat qilgan deb hisoblaydi. Hayotiy jihatdan bu to'g'ri, u haqiqatan ham mehnat qilgan. Lekin pensiya hisobida rasmiy tasdiqlangan davrlar muhim. Agar bozordagi 10 yil uchun tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, to'lovlar qilinmagan bo'lsa, bu davr pensiya hisobiga to'liq kirmasligi mumkin. Natija nima bo'ladi? U kutganidan past pensiya olishi mumkin. Bu adolatsiz tuyuladi, lekin tizim hujjatga qaraydi. Ikkinchi misol, Rustam aka 60 yoshga to'lgan, pensiya oladi, lekin hali ham haydovchi bo'lib ishlaydi. Ish beruvchi uni rasmiy olgan, oyligi kartaga tushadi. Soliq va ijtimoiy to'lovlar ko'rinadi. U avgust oyida mening pensiyam qayta hisoblanadimi deb so'raydi. Bunda birinchi tekshiriladigan narsa ishlagan davri va to'lovlar bazada aks etganmi? Agar aks etsa, belgilangan tartibga ko'ra qo'shimcha hisob-kitob ehtimoli bor. Lekin agar ish beruvchi hujjatlarni kech topshirgan bo'lsa yoki ma'lumotda xato bo'lsa, qayta hisob kechikishi mumkin. Shuning uchun Rustam aka faqat kutib o'tirmasligi, ish joyidan rasmiy mehnat shartnomasi va daromad ma'lumotlari to'g'ri yuritilayotganini tekshirish kerak. Uchinchi misol, Malika opaning turmush o'rtog'i vafot etgan. U boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha farzandi uchun pensiya oladi. Farzandi kollej yoki universitetga kirsa, o'qish shakli muhim bo'ladi. Kunduzgi ta'lim bo'lsa, ma'lum shartlarda
huquq davom etishi mumkin, lekin sirtqi yoki kechki bo'lsa, boshqacha bo'lishi ehtimoli bor. Eng katta xato o'qishga kirgandan keyin ma'lumotnomani vaqtida topshirmaslik. To'lov to'xtasi keyin tiklash uchun yana hujjat to'plash, ariza yozish, navbat kutish kerak bo'ladi. Bu esa oilaning 1-2 oy daromadsiz qolishiga olib keladi. 4-misol. Sobir aka 1990-yillarda bir nechta kichik korxonada ishlagan. Ularning ayrimlari yopilib ketgan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, ammo muhr-xira. Pensiya tayinlashda bu davr bo'yicha savol tug'iladi. Sobir aka hamma biladi, men u yerda ishlaganman deydi. Lekin hamma biladi, pensiya hujjati bo'la olmaydi. Unga arxiv ma'lumoti kerak bo'ladi. Agar arxivda ma'lumot bo'lmasa, qonuniy tartibda boshqa tasdiqlovchi yo'llar ko'riladi. Eng muhimi, buni oxirgi haftaga qoldirmaslik. Chunki arxiv javobi ba'zan tez keladi, ba'zan esa uzoq cho'ziladi. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Pensiya oshishi haqidagi xabar har doim ham sizning shaxsiy pensiyangiz aynan shuncha foizga oshadi degani emas. Ba'zan minimal miqdorlar, bazaviy hisoblash ko'rsatkichlari yoki ayrim toifalar bo'yicha qo'shimchalar o'zgaradi. Masalan, eng kam pensiya oladiganlar uchun sezilarli o'sish bo'lishi mumkin. Lekin o'rtacha yoki yuqori pensiya oluvchida o'sish boshqacha ko'rinadi. Shuning uchun faqat umumiy xabarga qarab xulosa qilmang. O'z hisobingizni tekshirtiring. Ikkinchi nozik jihat. Pensiya kartaga tushadigan sana bilan pensiya hisoblangan sana har doim bir xil tushuncha emas. Odamlar qo'shnimga tushdi, menga tushmadi, demak meni ro'yxatdan chiqarib yuborishdi deb vahimaga tushadi. Aslida to'lovlar bank, hudud, texnik jarayon, dam olish kunlari, bayram kunlari yoki reys uzatilib qarab farq qilishi mumkin. Agar 1-2 kun kechiksa, darhol vahima qilish shart emas. Lekin kechikish davom etsa, bankdan va pensiya jamg'armasidan aniqlashtirish kerak. Uchinchi nozik jihat. Qarzdorliklar va ushlanmalar. Ayrim hollarda pensiyadan qonuniy asosda ushlab qolish bo'lishi mumkin. Masalan, aliment sud qarori, ortiqcha to'langan summani qaytarish, ijro hujjatlari. Odam pensiyam kamayib qoldi deb o'ylaydi, lekin aslida ushlanma bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu holatda sizga aniq asos ko'rsatilishi kerak. Hech kim tushuntirmasdan, hujjatsiz, asossiz pul ushlab qolishi mumkin emas. Agar shubha bo'lsa, yozma tushuntirish talab qiling. 4-nozik jihat, ortiqcha to'lov. Ba'zan odamga biror sabab bilan pensiya ortiqcha to'lanadi. Masalan, huquq tugagan, lekin ma'lumot kechikkan, nogironlik muddati o'tgan, lekin to'lov davom etgan, o'qish to'xtagan, lekin o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi hali ham tushgan. Keyin idora buni aniqlab, ortiqcha to'langan summani qaytarishni talab qilishi mumkin. Shuning uchun pul tushyapti, demak meniki deb o'ylash xavfli. Agar sizning holatingiz o'zgargan bo'lsa, ishga kirgan bo'lsangiz, o'qishni to'xtatgan bo'lsangiz, nogironlik muddati tugagan bo'lsa, oilaviy tarkib o'zgargan bo'lsa, tegishli idoraga vaqtida xabar bering. 5-nozik jihat, chet elga chiqish va yashash masalasi. Ayrim pensionerlar uzoq muddatga boshqa davlatga ketadi. Lekin pensiya to'lovlari, bank kartasi, ishonchnoma, tiriklikni tasdiqlash kabi masalalarni oldindan hal qilmaydi. Keyin karta bloklanadi, ishonchnoma muddati tugaydi, pensiyani olish qiyinlashadi. Agar siz yoki ota-onangiz uzoq muddatga chet elga chiqayotgan bo'lsa, albatta oldindan pensiya jamg'armasidan tartibni so'rang. Bank kartasi muddati, ishonchnoma va shaxsni tasdiqlash masalalarini tekshiring. Endi amaliy maslahatlar. Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, o'zingizdagi barcha pensiya va mehnat hujjatlarini bitta papkaga yig'ing. Pasport yoki ID karta nusxasi, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy xizmat hujjati bo'lsa, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani tasdiqlovchi hujjatlar, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, eski ish joylaridan ma'lumotnomalar, arxiv javoblari hammasi tartibda tursin. Hujjatni yo'qotib qo'ymaslik uchun telefoningizda suratga olib, alohida papkada saqlang. Lekin esda tuting, surat asl hujjat o'rnini har doim ham bosmaydi, faqat zaxira sifatida kerak. Ikkinchi qadam, ish stajingizni oldindan tekshirtiring. Agar siz pensiyaga chiqishga yaqin bo'lsangiz, hali vaqt bor demang. Pensiya bo'limiga yoki MyBankGov, uz kabi elektron xizmatlar orqali mavjud ma'lumotlarni tekshirish imkoniyati bo'lsa, foydalaning. Agar sizda elektron raqamli imzo bo'lsa, ko'p ma'lumotlarni masofadan ko'rish osonlashadi. Agar elektron xizmatlardan foydalana olmasangiz, farzandingiz, navbarangiz yoki ishonchli yaqinlaringizdan yordam so'rang. Bugun hujjatni tekshirish ertangi asabiylashishning oldini oladi. 3-qadam, eski ish joylari bo'yicha ro'yxat tuzing.
qaysi yillarda, qaysi tashkilotda, qaysi lavozimda ishlagansiz, tashkilotning eski nomi qanday bo'lgan, keyin nomi o'zgarganmi, yopilganmi, barchasini yozib chiqing. Masalan, 1994 yillar tuman tikuv fabrikasi, 1994 yillar savdo boshqarmasi, 2001-2010 yillar maktab. Bu ro'yxat arxiga so'rov berishda juda yordam beradi. Ko'pchilik qayerdadir ishlaganman deb aniq eslay olmaydi. Natijada kerakli hujjat topilmaydi. 4-qadam, ish beruvchingizdan rasmiy ma'lumotlarni tekshiring. Agar siz hali ishlayotgan bo'lsangiz, kadrlar bo'limidan mehnat shartnomangiz bor yo'qligini, lavozimingiz, ishga kirgan sana, stavkangiz, oylik ma'lumotlari to'g'ri yuritilayotganini so'rang. Meni rasmiy olgan bo'lish kerak degan taxmin bilan yurish yaramaydi. Ayniqsa xususiy sektorda ishlayotganlar buni albatta tekshirsin. Chunki pensiyada bugungi rasmiylashtirish ertangi pulga aylanadi. 5-qadam, agar pensiya miqdori kutilgandan kam chiqsa, og'zaki janjal bilan emas, yozma ariza bilan murojaat qiling. Arizada o'zingizning ish, pasport ma'lumotlaringiz, manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi, muammo mazmuni va talabingizni aniq yozing. Masalan, menga tayinlangan pensiya miqdorini qayta tekshirib berishingizni so'rayman. Chunki 1992-1997 yillardagi ish stajim hisobga olinmagan deb hisoblayman. Mazkur davrni tasdiqlovchi hujjatlar ilova qilinadi. Arizaga hujjat nusxalarini qo'shing va qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki ro'yxat raqamini oling. Og'zaki aytilgan gap ertaga isbot bo'lmaydi. 6-qadam, bank kartangizni va to'lov holatini kuzatib boring. Pensiya kartangiz muddati tugamayaptimi? Karta bloqlanmaganmi? SMS xabarimi ulanganmi? Bank ilovasida tushumlar ko'rinyaptimi? Bularni tekshiring. Ba'zan odam pensiya tushmadi deb o'ylaydi. Aslida karta muddati tugagan yoki bank texnik cheklov qo'ygan bo'ladi. Bunday paytda pensiya jamg'armasidan oldin bankka ham murojaat qilish kerak. 7-qadam, yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p pensionerlar elektron tizimlardan foydalana olmaydi. Navbatda turishga qiynaladi. Hujjatdagi xatoni tushunmaydi. Agar sizning ota-onangiz yoki buvingizz, bobongiz pensiya olsa, ularning hujjatlarini birga ko'rib chiqing. Men amaliyotda shuni ko'p ko'raman. Farzandlar aralashgandan keyin ko'p xatolar aniqlanadi. Masalan, bir pensioner buvining pensiyasida qaramog'idagi nogiron farzand bo'yicha qo'shimcha masala ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan. Lekin oila buni bilmagan. Boshqa bir holatda esa familiya xatosi tufayli eski ish staji hisobga olinmay qolgan. Bularni vaqtida tekshirish mumkin. 8-qadam, mish-mishlarga emas, rasmiy ma'lumotga tayaning. Telegram guruhlarida, mahalla suhbatlarida qo'shnilar orasida hammaniki 500 mingga oshar ekan. Faqat ishlayotgan pensionerlarga berilar ekan. Avgustda ro'yxatdan o'tmaganlar pensiyasiz qolar ekan degan gaplar tez tarqaladi. Men sizga ekspert sifatida aytaman. Bunday gaplarni darhol haqiqat deb qabul qilmang. Rasmiy qaror, farmon, pensiya jamg'armasi izohi, qonunchilikdagi aniq matn mana shu asos. Agar tushunmasangiz, mutaxassisdan so'rang, lekin vahima bilan noto'g'ri harakat qilmang. 9-qadam, agar rad javobi olsangiz, uni yozma shaklida oling. Bo'lmaydi degan og'zaki javob sizni to'xtatmasligi kerak. Nima uchun bo'lmaydi? Qaysi modda asosida? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi davr hisobga olinmadi? Shularni yozma so'rang. Yozma javob bo'lsa, siz keyingi bosqichda yuqori turuvchi tashkilotga, adliya organlariga yoki sudga murojaat qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Har doim tinch, madaniyatli, lekin qat'iy bo'ling. 10-qadam, huquqingizni muddatida talab qiling. Pensiya masalasida kechikish ba'zan pul yo'qotish demakdir. Ayrim to'lovlar murojaat qilingan sanadan boshlab hisoblanishi mumkin. Ayrimlari o'tgan davr uchun ham qayta ko'rib chiqilishi mumkin, lekin buning shartlari bor. Shuning uchun keyin boraman, qishda tekshirtiraman, farzandim kelganda qilaman deb cho'zavermang. Ayniqsa avgust kabi o'zgarishlar ko'p muhokama qilinadigan davrda hujjatni tekshirish juda muhim. Men yana bir narsani alohida ta'kidlamoqchiman. Pensiya bu sadaqa emas. Bu insonning yillar davomida qilgan mehnati, to'lagan badallari. Jamiyatga qo'shgan hissasi evaziga beriladigan qonuniy huquqdir. Shuning uchun har bir pensioner o'z pensiyasi qanday hisoblanganini bilishga haqli. Davlat biladi. Idoradagilar o'zi to'g'ri qiladi deb butunlay chetga chiqib ketish to'g'ri emas. Tizimda ham odam ishlaydi. Ba'zida ham xato bo'lishi mumkin. Eski hujjatlarda ham kamchilik uchraydi. Siz tekshirsangiz xatoni vaqtida ko'rasiz. Tekshirmasangiz yillar davomida kamroq pul olib yurishingiz mumkin. Xulosa qilib aytsam,
Avgust oyining asosiy pensiya intrigasi shundan iborat. Odamlar faqat pensiya oshishini kutmasligi kerak, balki o'z hujjatlari, staji, ish haqi ma'lumotlari va pensiya huquqi to'g'ri aks etganini tekshirish kerak. Kimlar xavotir olish kerak? Pensiyaga yaqinlashganlar, ishlayotgan pensionerlar, hujjatlarda tafovut borlar. O'quvchisini yo'qotganlik yoki nogironlik pensiyasi oluvchilar, eski ish joylari arxiv bilan bog'liq bo'lganlar. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Pensiyasi muntazam tushayotgan, hujjatlarida muammo bo'lmagan, holati o'zgarmagan fuqarolar. Lekin xotirjamlik ham beparvolik degani emas. Agar sizda mening pensiyam to'g'ri hisoblanganmi? Avgustda menga ham o'zgarish bo'ladimi? Qaysi hujjatni yig'ishim kerak degan savollar bo'lsa, izohlarda vaziyatingizni yozing. Men imkon qadar umumiy tushuntirish beraman va keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarni alohida ko'rib chiqaman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, yaqinlaringizga yuboring. Chunki pensiya masalasida bitta to'g'ri maslahat odamning bir necha oylik yoki hatto bir necha yillik pulni saqlab qolishi mumkin.